Bugün men sizlarga 100 yillik omaddan 1 yillik ofat yomon degan cho'chakni so'zlab beray. Diqqat qilib anglanglar, ha? Buningdan uzun zamonlar ilgari omad bilan ofat ikkisi maqtinib ustunlik talishib qapti. Omad debdi: "Men qaltis karomatlik. Manga yo'liqqan jahondagi pildan boshqasi hamma narsa boyashat, baxtli bo'lib ketadi" debdi. Ofat: "Mening karomatim sening karomatingni chaynab purkitadi. Sening qancha oy, qancha yillik omadlik karomatingni hayt degicha yer bilan yaksan qilib, yer zaminni zilzila keltirman" debdi. Oxiri ular karomatlarini ko'z tutishib sinashmoqchi bo'ldi. Oldi bilan omad bir haftalik karomat ko'rsatmoqchi bo'lib, o'lib so'ngaklari qoqshalib ketgan ishning beshiga kiryapti. Shu chaqda bir puti yer bosmaydigan, ko'z ko'rmaydigan bir odam bir qo'tur eshakni minib ketayotgan ekan. Ushtum tutli eshigiga urkib ketib, yilqi so'ngakning ustiga yiqilib ketibdi-da, o'rindan turgan chig'ida bütün a'zolari sallamaza saqib qo'lida so'ngak turg'idek. U odam o'ziga omad akagan ishning beshini bir mata xaltiq silib uyga ekyapti. Xo'shnisi kirib: "Hajab yax saqib ketibsan-ku, sana omad baga o'xshamamdi" debdi. Yilqi odam: "Hey, mana mush narsa meni saqaytdi" deb ishning beshini ko'rsatibdi. Xo'shnisi sirtqa chiqib, miyib, nakar kishilarni akirib, yilqi ishning beshini domlatgan ekan, shu zaman hamma saqib ketibdi. Shuning bilan bütün elga danqi ketibdi. Bir haftacha nurg'ulgan kishilar saqib, yilqi ojiz odam nurg'ul mol dunyoga ega bo'ldi. Bir hafta to'shqandan keyin ofat: "Ha, og'ina, omadingni bir hafta ko'rsatding. Men hammani ko'rdim. Endi navbat menga keldi" deb yilqi ish beshining sunkiga kiryapti. Dal shu chaqda shu yurtning podshohining chiroyli omroq bir qizi ig'ir kasal bo'lib, hech qanday tibib saqaytamagan ekan. Oxiri podshoh ishning bosunki bilan odam davolab saqaytganligini anglab, darhol odam evatib, yilqi odam bilan so'ngakni akeldiribdi. Yilqi odam qizig'ib bir tekkizib ishning bosunkini domlatgan ekan, podshohning qizi shu zamon o'lib qopti. Podshohning g'azab teshib, yilqi ishning beshi bilan egisini chepib tashlabdi. Shuning bilan omadning bir haftadan buyon qilgan karomati ofat bir damda vayron qilib tashlabdi. Xaloyiq buning nima alomat bo'lib ketganligini bilmay turganda, omad bilan ofat o'zlarini oshkorlab ishni bayon qildi. Shundan keyin 100 yillik omaddan 1 yillik ofat yomon degan hikmat tarqilib bizgacha yetib keldi. Bugün mishaychilik aytay. Ata, yana davomliq aytib berman, ha qo'zilarim. Uxlanglar.